Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede sıra Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislak işkemeğin 24. yıl 8. ayının 4. günü haftige. Yekşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetlerimiz yakıtını güllaten, Cihan miqyasızdaki vaziyet desek 8. ayının 2. günü Amerika Qo'shma Shtatları hükümeti bilen, yoki devleti bilen Rossiya Federatsiyasi devleti hükümeti o'zaro tutqunlarni almashtirish ishi elib bordi. Buning ichida bir necha nafar Amerikaning grajdoni, Amerikaning bir necha nafar grajdoni Rossiya Federatsiyasi tarafidan qo'yib berildi. Buning ichida Volkutsi gazetining bir nafar muxbiri, yaqinda Rossiya qonun adliya organlari 16 yil qamoq jazosi bergan kishi edi. Bular Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytib keldi. Ham prezident Joe Biden aeroplan stansiyasiga chiqib, ularning oila tavobatlari bilan birlikda ularni qarshi oldi. Ham Moskvada, ham Kremlda, ham prezident Vladimir Putin Amerika tarafdan qo'yib berilgan o adamlarning oldiga chiqib qarshi oldi va aeroplan stansiyasida kutib oldi. Bu vaziyat yoki bu ishning o'zi ikki davlat o'rtasidagi so'q munosabatlar urushi davrdan keyin hisoblaganda tunji qatim yuz bergan ish deb ko'rsatdi xalqaro jamiyat maqolada. Bu bir vaziyat ketdi vatandosh. Ikkinchidan 7. ayning 31. kunida İran'da Hamas'ın siyasi rehberi, siyasi hareket rehberi Haniya degan kishi öldürüldü. Dastlabda aytdi ki bu to'g'rida raketa bilan hujum qildi deyildi, keyin o inkor qilindi. Uning kaynidan İranning o'zida uchgan mehmonxona qo'yib qo'yilgan bomba portlab o'ldi deyildi, o inkor qilindi. Hozirgi hisobda raketa, dol raketasi bilan bile etib mehmonxonaga qazo qildi degan gaplar o'tirg'i chiqdi. Hozir bu kishini tasviri jumlalardagi o'rnidan aytsangiz siyosat odami, andan mo'tadil odam deyildi. Buni rosa qanchalik, yolg'onlik qanchalik uni bilmaydi. Ishqilib radikal emas. Hisobda buni Iron hozir Isroiliyadan ko'rdi. Yoki Isroiliyadan qildi bu ishni dedi. Hozir xalqaro jamiyati bu to'g'rida to'rbattirdik inkasdan qaraganda voqea Ironda yuz berdi. Ironda o'ldirildi. Ironda yangi saylangan prezidentning murosimiga vazifa o'tash murosimiga qatnashishdan kelgan Hamasning siyosat rahbari ekan. Bu ishlar shu tariqada ketaverdi. Bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden hikoyada bildirib, hozir Isroiliya bilan Hamas o'rtasidagi tinchlik suhbatiga foydasiz bir ish, foydasiz bir ahvol deb ko'rsatdi. Vaziyatimizning 3-si vatandosh yaqinda Jungo Kompartiyasi tuyuqsizlar Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Michael McConnellni embargo qildim deb e'lon qildi. Bu haliqi burunqi ochig'ini yangidan chiqarib o'tamdiki, yangi ochig'ini yana kon usulda chiqarib o'tamdi, buni hukm olmaydi. Embargo qildim dedi. Bu munosabat bilan Michael McConnell Tashqi munosabatlar komiteti Avom palatasi raisi, Avom palatasining Tashqi munosabatlar komitetining raisi ishxonasi bayonot e'lon qildi. Bayonotda Michael McConnell Reis yoki Tashqi munosabatlar komitetining raisi meni Xitoy embargo qilgan bo'lsa bu yaxshi ish. Bu mening shon sharifim. Ki shahar shu ishxona shunda ko'rsatdiki, Xitoy hukumati hozir Tibetdagi bostirishni, Uyg'uristondagi bostirishni, ya'ni Xinjiangdagi bostirishni, shundaqla Hong Kong, Shanghay'dagi bostirishni to'xtatish shart dedi bayonot e'lon qildi vatandoshlar. Buni Allah xolisa atamışlarni mazmunlarni hammasi tayyorlaymiz.
Vaziyetning to'rtinchisi, tunji qitim Jungo Kompartiya tarixida tunji qitim desa bo'l. Chunki Jungo Kompartiyasining degan so'zi rost, degan so'zi haq, degan so'zi to'g'ri, hargiz xato bo'lmaydi. Bu Jungo Kompartiyasining mantaqasi. Bu Jungo Kompartiyasining siyosat mantaqasi va o'zlik mantaqasi vatandosh hargiz. Şunlaşık deyimiz, Jungo Kompartiya tarixida tunji qitim Xi Jinping iqrar qildi. Masalan, Jungo iqtisodi qiyin o'tkalga keldi, qiyin ahvolga tushib qoldi deb birinchi qatim e'tirof qildi. Buni to'rbattir hikoya qilyotdi. Ondan keyin yaqindan bir-iki bo'lib o'tgan siyosiy ishlarni biz sizlarga anlatib bo'lgan, ko'rsatib bo'lgan edik. Masalan, Tayvanga 35 davlatlar alqagan parlamentlar ittifoqi. Jungo masalasi bo'yicha davlat alqagan parlamentlar ittifoqining Tayvanga yetib kelishi va prezident Lai Ching-tening ular bilan ko'rishganligi, ya'ni shundaqla Tayvanni parlament davlat alqan, chegara alqan parlamentlar ittifoqiga Tayvanni a'zo qilib qabul qilganligi bu Tayvan bo'g'ozi Osiyo yoki Tinch okeandagi nihoyatda ta'sirli bir siyosat. Yani bütün Avrupa devletlerinden onun içindeki hemmisideki parlament a'zolari Avrupa devletlerinden keldi Tayvan'a. Bunun ta'siri intayin zor bo'ldi deb ko'rsatdi. Bundan keyin hozir Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati, Angliya, Buyuk Britaniya, endi O'rta Sharqdagi haliqi voqea, masalan, Xoniyaning o'ldirilishi bilan Hamas siyosiy rahbar Xoniyaning o'ldirilishi bilan hozir Livan'da, masalan, Iordaniya, O'rta Sharq davlatlarida qisqasi yaşayotgan, o'ltiraqlashib yaşayotgan Amerika greydalarının, shundaqla Angliya greydalarının darhol o'z yurtlariga qaytishini, agar o'ltiradigan aeroplan bo'lmasa, savdo, tijorat, havo yo'llari yoki aviatsiya qatnash yo'llari orqali Amerika qaritib kelish to'g'risida ogohlantirish xarakterli bayonot e'lon qildi. Angliya ham shunday e'lon qildi. Buning sababi Xoniya o'ldirildi, O'rta Sharqda davrash bo'lishi mumkin deyildi. Shu qatorda hozir Van Torbitida yetib kelgan bir maqolda qarashcha nima Iranning Isroilga harakat qo'llanish vaqti deb ko'rsatib 8-oyning 5-kuni debdi. İran bu to'g'rida o'ch olaman Isroildan debdi. Hozir endi bu ishning taraqqiyoti va tekshirilish taraqqiyoti shu davlat, O'rta Sharq davlatlarining ishi bo'lib kelyapti vatandosh. Başta aytgandek, Reis Xi Jinping qildi iqtisodda qiyin ahvolga tushib qoldik dedi. Bu Jungo'ga munosabatli siyosat bo'ldi vatandosh. Tunigun yana bir xabar tayyorlagan edim. Masalan, bu xabarning mavzusi yoki mazmunidan qaraganda sal to'xtab turay deb anlatolmay qoldim. Buning sababi endi siyosat bu to'liq fikrga aylangandan keyin bo'lgan ishda vatandosh. 7-oyning 13-kuni sobiq prezident Trump efendiga qartib o'q chiqarish voqeasida hozir Jungo'ning qo'li bor degandek. Mushundaq gap. Men hozir yana buni sizlarga to'liq so'zlamoqchi emas, varaqlab tayyorlab qo'ydim. Endi buni yani keyingi taraqqiyotga qarab turib, aniq ekan vaqt kelganda sizlarga buni yetkazamiz, hurmatli vatandoshlar. Bugungi vaziyatimiz, jahonning vaziyati mana shu yerda. Endi qolganlarini Alloh xolisi ata ko'rishimiz vatandoshlar.